assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Tursunalva Ismigul. Yoshim 16da, 2008-yilman. Kursni qayerdan eshitib keldingiz? Ko'proq internetdan ko'rdim, ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib, eshitib keldim. Bu kursga kelishingizga kim sababchi bo'ldi? O'zim qiziqishlarim bo'lganligi uchun o'zim keldim. Kursga yozilishdan oldin SMM sohasi bo'yicha sizda tushuncha bo'lganmi? Bo'lgan, lekin jabas. Kurs davomida sizga eng yoqqan mavzu qaysi bo'ldi? Menga hammasi yoqdi. Kurs davomida sizda qanday qiyinchilikka duch keldingiz? Qiyinchiliklar bo'lmadi, lekin logo yasashda juda qiynaldim. Misol uchun SMM sohasini bitta katta soha deb oladigan bo'lsak, uni nimalar bor? Tarmoqlar bor. Copywriter, content manager, dizayner, mobilograf. Siz aynan qaysi biriga qiziqasiz yoki umumiy hammasini olib ketmoqchisiz? Umuman hammasini olib ketmoqchiman. Kursga yozilmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Hozirgi kunda zamonaviy kasblik uchun, ommalashgan kelajagi bor kasblik uchun yozilishni tavsiya etgan bo'lardim. SMM sohasida yana kelajakda o'qishingizni davom ettirmoqchimisiz? Ha, xudo xolasa, kelajakda kasbimni o'qimoqchiman, davom ettirib. Kurs haqida umumiy fikringiz qanday? Kurs haqida fikrim yaxshi. Qiziqarli o'tishadi darslarda. Yoqqan uchun kelyapman. Avvalambor assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Meni ismim Sadulloh. Yoshingiz nechida? 16da. Kursni qayerdan eshitib keldingiz? Kursni shu dadamdan. Kursga kelishingizga asosiy sababchi dadangizlar bo'lishdimi? Dadam keyin o'zimga qiziqishimda, o'zim grafik dizayn sohasida o'zim shu mustaqil o'rganganman. Kursga yozilishdan oldin SMM yo'nalishi bo'yicha ma'lumotga ega bo'lganmisiz? Ha. SMMda ham misol katta bir soha oladigan bo'lsak, uni tarmoqlari bor. Grafik dizayner, mobilograf, targetolog, copywriter, content manager. Sizga aynan qaysi biri ko'proq yoqadi yoki siz umumiy hammasini olib turib SMM manager nimasi yoqadi? Menejerlik shu masalan o'zim grafik dizayn sohasini biladigan bo'lsam, shu mobilografiyani ham yaxshi bilaman. Keyin shu kreativligim borligi uchun SMM menejerlik menimcha yaxshi soha bo'lsa kerak. Kurs davomida sizga eng yoqqan va qiyinchilikka uchragan narsa nima bo'ldi? Kamera oldida gapirish hamma uchun menimcha bu qiyin soha narsa bo'ldi. Shu men uchun shu. Eng yoqqani-chi? Yoqqani shu montaj o'zim yaxshi bo'lganim uchun. Kelajakda o'qigan sohangiz bo'yicha yana davom etmoqchimisiz? Ha, albatta. Kursga yozilmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? O'zlarini shu qiziqishlaridan kelib chiqib, kurs tanlashlarini, masalan, hamma qiziqish haqida bo'ladi. Kurs haqida umumiy fikringiz qanday? Fikrim yaxshi. Amaliyotlar bilan yaxshi olib boriladi. Qiziq. Hammaga IT Line o'quv markazi SMM kursini tavsiya qilasiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Meni ismim Abdulazizxon, men 15 yoshdaman, 2010-yilman. Kursni qayerdan eshitib keldingiz? Har xil qarindoshlarimizdan o'sha o'rganib eshitib kelganman. SMM kursiga kelishingizga asosan kim sababchi bo'ldi? Uydagilarim, unaqa qarindoshlarimda. Kursga SMM kursiga kelishdan oldin SMM haqida sizda ma'lumot bo'lganmi? Kursga kelishdan oldin SMM haqida ma'lumot bo'lmagan, kelib endi o'rganyapman. Kurs davomida sizga eng yoqqan mavzu qaysi bo'ldi? Hammasi yaxshi, SMM bo'limi yaxshiroq. Yoqqani menga SMM bo'limi. Misol uchun SMMda ham bir katta soha deb oladigan bo'lsak, uni yo'nalishlari bor. Misol uchun content manager, dizayner bilan ishlaysiz, mobilografiya kursi bor, target kursi bor. Siz aynan qaysi nimada ketmoqchisiz yo umumiy SMM manager bo'lmoqchimisiz? Men hozirda mobilograf, targetda ketmoqchiman. Qolganlarni qila olaman. Kurs davomida sizga eng katta qiyinchilik nima bo'ldi? Hozircha qiyinchilik bo'lgani yo'q, harakat qilib bajaryapman.
Kursni tamomlagandan keyin yana shu soha bo'yicha ketmoqchimisiz? Ha, ketmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? SMM sohasini kelajagi qay darajada? Mening fikrimcha, SMM sohasi hali ko'p kerak bo'ladi. Chunki hamma hozir bloger bo'lib ketyapti, videoga oladigan narsalar bo'lib ketyapti. O'shanga ko'p kerak bo'ladi deb o'ylayman. Kursga yozilmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Maslahatim o'rganib olinglar, yaxshi kasb egasi bo'lasizlar degan maslahat beraman. Kurs haqida umumiy fikringiz qanday? SMM menga yoqdi, yaxshi kasb deb o'ylayman. Avvalambor assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz? Muxlisa Asum, yoshim 25 ta. Kompyuter savodxonligi kursini qayerdan eshitib keldingiz? Xo'p, sinfdoshim aytgan, sinfdoshim tavsiya bergan. Kursga kelishingizga kim sababchi bo'ldi? Dadam. Kursga yozilishdan oldin kompyuter savodxonligi haqida sizda tushuncha bo'lganmi? Ozgina bo'lgan, lekin juda ham ko'p emas. Kurs davomida sizga yoqqan mavzu qaysi bo'lgan? Xo'p, kurs davomida yoqqan mavzu Excel Word'ni yaxshi bilmasdim. Hozirgi kunda yaxshi bilaman, mukammal desa ham bo'ladi. Kurs davomida siz qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Yesli bor, keyin ularni juda tushunmasdim. Shunga juda hozirgi kunda juda boraman. Kursga yozilmoqchi bo'lgan yoshlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Hozirgi kunda juda ham kerakli fanlardan bo'lib kelyapti. O'rganishlarini tavsiya beraman. Avvalambor assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni ismim Azizbek, familiyam Fayzmatov. Yoshim 15 yoshdaman. 15. Kursni qayerdan eshitib keldingiz? Kursni Instagram orqali kuzatib, shaharga keldim keyin. Kursga kelishingizga kim sababchi bo'ldi? Kursga kelishimga avvalo ota-onam sababchi bo'ldilar. Kursga yozilishdan oldin IT bilimlaringiz bo'lganmi? IT bilimlarim deyarli bo'lmagan. Shekka o'quv markaziga kelib, avvalo kompyuter savodxonligi kursida o'qidim. Undan keyin web dasturlash front-end yo'nalishida o'qiyapman. IT sohasida sizga eng katta ilhom berib turuvchi kim yoki nima? Kimdirdan, ya'ni kimlardir maslahatida motivatsiya olasizmi yoki o'rganganingizdan motivatsiya olasizmi? Qanday? O'zim mana shu jarayonda shu IT sohasida nima deydi? Misol uchun mana kimlardir uyda ota-onalari xohlashadi, shuni o'rgan o'g'lim. Nima qilishadi yoki kimlardir o'zi mana shu birorta dasturni noldan yaratib turib, nima qilsa shundan energiya oladi. Sizda qanaqangi holat? Men shu saytlar yaratishga juda ham qiziqaman. Saytlar yaratganimni o'zim masalan dars mobaynida har xil saytlar bilan ishlab ko'ramiz. O'shanda men o'zim motivatsiya olaman, o'zim maza qilaman. IT sohasida sizda daromad olish nechinchi o'rinda turadi? Xo'p, daromad avvalo ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda o'suvchan soha tanlash. Ya'ni IT sohasi kelajakdagi o'sha o'suvchan soha, ya'ni kelajagi bor soha. Kurs davomida sizga eng katta qiyinchilik nima bo'ldi? Xo'p, eng katta qiyinchilik kodlarni eslab qolish va ularni o'sha type'larini, atributlarini to'g'ri ishlatish. Ya'ni ularni turlarini to'g'ri ishlatish, mana shular. Kelajakda mana shu IT yo'nalish, IT sohasida yana o'qimoqchimisiz? Albatta, Xudo xolasa o'qiymiz. Hop, nima deb o'ylaysiz? IT sohasida diplomda bo'lishi qanchalik ahamiyat kasb etadi? Meni o'ylashim bo'yicha ahamiyati yo'q. Diplomda? Diplomni yo'q, ahamiyati yo'q. Kursga yozilmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? O'ylab o'tirmasdan IT laynga kelishlarini tavsiya qilaman.